Benim alan emzik çarpıydı. Yakın yerim. Ağaç otur. Eyvallah, ağaç otur. Assalom opa. Obdan qopibmi? Yaxshi bolam. Bugun shundoq yenikli qopibdiman. Tarat so'larini tayyorlab qo'ygan edim. Rahmat bolam. Xudoyim menga sizdek yaxshi kelinni yetkazib, orom etli qoldim. Qo'rqmay o'ltirmay Gulnar. Velosiped degani o'g'o qanot chiqib uchadi dema. Ikkimiz muhabbatlashib yurganda qanday qayda aytdim, ha? Voy, po'chiligini kim sizning velosipedingizga minibdi-ki? Ha? Shu jotgan o'chiligimiz bojimo texe bizning. O'z vaqtida sizni daryo bo'yiga men bilan apag'am. Shuni unutib qoldingizmi? Shu kun ma'qul demaganmidingiz? Qo'shliqini yodingizda bor ekanda? Uni unutib qolamdigan. Voy. Shu kunlarni o'ylasam, faqat esimdan chiqmaydi juma. Rasmi? Ras. Birdam aram elib olamsiz, tayyor. Ishlaganga erib ketmaymiz. Ko'dingizmi ma'muskalarni xil chambalijimi biz? Po'chiligini. Çay içib eling, canım. Rahmat xotin. Xotin? Keşke xotin daverdi ekansiz. Bir yostiqqa bosh qo'ygandan keyin xotin demay nima deydim? Muhabbatim demdim ya, ha?
Qo'lga kirgizib oldim, ish kim ko'rikdan o'tib oldi danga. Unda xos qaytada muhabbatlashamdik ya, ha? Yana bir dap yiqma, yana bir dap yiqma qani. Deyman, qada qo'y. Qotut. Voy. Pa. Sizlar alamet qaynab ketibsizlar-ku. Keldingmi adash? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Uyda qilamagan sho'xlig'inglarni etizlik qilib yetibsizlar-da. Atrofda odamlar bormi? Bug'doyningmi ko'zi va quliq bormi? Ha? Mush gullarning ishi bo'lmamdi. Muhabbatlashgan vaqtimizni aslab boqayli deb qo'g'lab jinimni ozliq qo'ydi degina adash. Yolg'on. Sizmi bo'sh emaskansiz juma Gulnar? Mushuk chashqonni qo'lgandek, Toyirning jinnini elib jangalda qo'yibsiz-da. Hey, adash. Koni yar beshidiki ya'ni qanday qilsa? Olaman, cho'qim olaman. Hozir u yerga xalqni ko'zi tushib yetibdi. Fursatni chin tutchimi adash? Xalqning qo'liga tushib ketmasin bika. Hay, opam u yerga suv opirish tastaydi. Agar ip bo'lib suv chiqarmay qolsak, qiynalib qolamizmi? Suv opirish tasog'an bilan ya obdan danga Gulnar. Uning ustiga 20 mo'ya. U yani elib olgan bo'lsam, xeli bir ish qilatdim. Agar biz fan texnikaga tayinib yer terimisak, boshqalarni orqada qolamiz. To'g'ri? Undaq bo'lsa, Sulaymon akamni izlaylik. Shunday qilaylik. Gulnar, men berib kelayamsa. Yur adash. Ana o yerga. Sulaymon aka! Assalomu alaykum Sulaymon aka. Assalomu alaykum Sulaymon aka. Otga qarab o'tibsiz-da. Sulaymon aka, ot beqishqa pamingiz bor ekan juma? Bu ot kunda 4-5 kilo xunaq yeydi. Şoňa bugün ep chiqib ot qo'yibetdim. Ayol kishining to'lg'ini, otning bordalg'ini yaxshi emasmi? Sulaymon aka, kon yar beshidagi yana men beramdikin deb izlab keldim. Uxlab tush ko'rgandek gap qiladi ekansan-ku. Men to'y qilishdan burun degan-ku, keyin to'y ishida aldirashib ketdim shu. Rost gapni qilsam, Toyir. Uya sana tegmaydi. Uyaning beshida ot qo'yibotdi, ot. Sulaymon aka, shu yerni Toyirga epasingiz umamdi. Toyirning nayt yaxshi planlari bor edi. U yerni Toyir olsa, atrofga obdan foydasi tegadi. Sizlar bundaq talishib bergan bilan mening u yerga tishim patmaydi. Bo'ldi, yuqori bir nima desin. Chop! Suv chiqmaydigan eski do'nglikni talishib qo'ysa, ajab badidan oshda bular. Bu ya yezliq hukumatning qo'lidagi chaqda suv chiqmaydi deb terimay tashlab o'tgandi. Oladigan niyating bo'lsa, ching tur. U ya yaxshi ya. Planlaringni amalga oshira olaysan. Cho'qim olaman. Yo'lni bekalam. Yo'lni bekalam dema bu. Qanday degan gap bu? Arg'imizda bir yoq ta'tilma. Xafa bo'lmang, mana hozir. İsmingiz nima? Meni bunchalar yod ko'rib ketmang. Men mush yezining muavin boshlig'i Osmon bo'laman. İsmingizni bilgim kelib qoldi. Ha? Ismim Gulnar. Mush yezidagi Toyir Abdullaning ayoli bo'laman. Gulnar degan sizga-sizda? Toyir mush yezidagi eng chiroyli bir qizni elib oldi deb anglagandim. Toyir yo'vash yigit, toza ta'lingiz ketdi-jimi? Men mangay Osmon aka. Voy. Qaltis qizgansiz-ku. Uyingizga taklif qilaymi demaysiz, ha? Yangi kelinchak degan mushunda qo'lamda? Ha? Men mangay.
Voy Xudoyim. Oy, Gullar, balam mijozunuz yo'qmi? Ha? Turing ay balam. Asta turing ay balam. Astıroq turing balam. Turing. Boyunuzda ba o'xshaydi, jenim balam. Azroq aram evasingiz, yaxshi bo'lib qolasiz. Ha, bo'ladi. Emin sen şundak bolsun. Kiring. Ha, Osman. Tez chiqma. Yaxshi turdingizmi? Qani, o'tiring. Neymiş vatdi? Qapsılancılığısı kelkün kelib, barlıq tosmalarını buzib etibdi. Bugün ertegen nailik hükümetten tosmalarını tosunglar deb telefon geldi. Moşu nayi rəhbərlərimize qiziq ki. Kelkün kəsilə tosmini itinglar deydi. Ya bizge tosmini etkidek məbləğ bəmigen. Siz undaqdısınız bulmaydı. Nailik hükümetmi bizni her cihetten qo'llayotmamdı. Yezi başlığı, sili yezimizga başlık olib kelgili uzun bo'lmadi. Sil ba'zi ahvollarni tushunmaylar. Masalan, bizning eshakdek ishliginimizni nayi rəhbərlər ko'rib baqdimi? Shaxsan meni mukofotlab baqdimi? Biz taptani qilsak bo'lmaydi. Yezimizni taraqqiy qildirish uchun tabiiy boylig'imizdan foydalanib, holliq saviyaga yetish uchun izlanishimizga to'g'ri keladi. To'g'ri. Sizdan bu yeziga ma'un yezi boshlig'i bo'lganingizga xeyli yillar bo'ldi. Chekkan jafoyingizmi ko'p, boshqalarimizga qaraganda yiltizingiz cho'nqur. Bizning ko'p ishlarda hamkorlashishimizga to'g'ri keladi. Assalomu alaykum, yezi boshlig'i. Qanday ahvollari? Obdan turibmanmi? Ha, obdan turdim Sulayman. O chaqirtmasam kelaymi demaysiz-ku? Yo'q. Undaqmi emas, yezi boshlig'i. Mush yaqinning yağı ishlarim sal aldirash o'q qilib, o'zlarini yo'qlab kelamadim sizlar. Xapimizda yezi boshlig'i. Ha, qani, o'tiring. Ma'qul. Hey, xotin. Cho'k bilan piyolab chiqa. İlahi amin. Allohu akbar. Menmi mush bir yezini peqirtib ketyapman-ku, ha? Araq ichishga, o'ynashga, uxlashga vaqt chiqara olayman. Vay, yezi boshlig'i. Sizlar buyruqni so'qib qo'yib, xotirjam o'ltag'im bilan dehon degan gap anglatmak osonmi, ha? Hamma japoni biz tortimiz sizlar, yezi boshlig'i. O'nchilikmi deb gapman, Sulayman. Hozir dehonlarni aşağı haydaydigan gap yezi boshlig'i. Men bormasam ular joylik qilib, hargiz bag'il unmaydi. Qani, nima topshiriqlar bor ekan shuni anglab boqay deb kelishim. Tez chiqma. Choy iching. Rahmat. Ağaç otasi. Sen chiqib, mavaraqdan bir botilka akirib bagina. Ma'qul. Sulayman. Bir haqiqatim siz bormisingizmi? Dehonlar aşağı ketaverdi. Bugun mening azroq ishkim kelib qopti. Bir umkidan ichib qo'yaylik, ha? Qani, eling. Sizlar bundaq degandekin, menga nima amal? Bo'pti, issak ishdoq. Bali. Bir yezi boshliq qopab sizni esh desa, moshini bilmamsiz. Birsi meni shundoq desa, beshim osmonga taqishatdi. Sizlarga o'yin tomosha ozmi, ha? Xo'sh. Bali, yaraysiz. Sulayman. Xo'sh. Mosh ikkimizning ilpatchilik qilayotganiga xeyli uzun yillar bo'ldi, shundaqmi? Shundoq. Yoshirg'idek ishmi yo'q. Men hayotli bo'lsam, huquq tutibni to'sam, sizni mangu qanot ostimga olaman. Rahmat yezi boshlig'i. Qandaq o'ylaganlar bo'lsa, davaslar. Xizmatlarga tegaman yezi boshlig'i. Sizlarning osh qumdon kentida bir cho'konni ko'rib qoldim. U meni asir qilib oldi. Har qancha qilsammi, kallamdan zodili chiqmayotdi. Kimkan u? Sizni buncha asir qilib olgan? Toyirning ayoliman deydi. Ismi Gunnar ekan. Sizlar qiz cho'kan desa, o'lib birdigan yezi boshlig'i jumi, ha?
Qiz cho'konlarga qachon bag'rimiz qinib o'tgan, ha? Shundoq. Gülnar. Hay, Saniya. Qanday ahvolingiz? Yaxshirdingizmi? O'zingiz yaxshirdingizmi? Yaxshi. Gülnar, bir yerda turib faqat ko'rishamay yurimiz-da. Shu emasmi? Sizmi aldirash, men aldirash olgandikin. Gülnar, qizingizga balg'a diqqat qilingchimi? Bunda chaqda diqqat qilmasa bo'lmaydi. Uyga qaytamsiz? Ha, qaytaman. Sen bak o, arka selektörünü çaya girip toktuk koy ha? Olamdı ha? Tayyir tokta! Tayyir! Tokta! Mangilqi yani berdigan o'xshamabsiz. Tosmunu tosib bo'ldik. Ishmo tugidi. Endi biray yerimdan adiq chiqamandiq uka. Adiqni uyga berib chiqamandiq Sulaymon aka. Hey ahmaq ukam, uyga borgandan keyin bu ishlar bilan adiq chiqamdi. Man qara, men obdan bir so'rin tuzdim. Rasahat bir o'ltirib kelaylik. Yur, mana. Sulaymon aka, ilqiyani menga berib versanglar bo'ladi. Sen mushunda hojatman bo'lgandan keyin meni kendimdan ma'lumamsan. Ha, shu Bo'ldi. Sal to'xtatib qo'yli. Naqshinimi anglag'ach, araqnimi ishgach o'ltirayli, ha? Shundoq. Sulaymon, araqingizni qo'ying. Ma'qul. Qani, o'ltirishimiz boshlandi og'inlar. Ma'u birinchi rumkini yezi boshlig'ining hurmati uchun men ko'tarib o'tay. Xo'sh. Ukam Tayyir, mau go'shtdan, samsildan ağaç o'ltiring. Aşağıdan yangi keldingiz. Qo'sqingizmi echib qolgandi. Qo'saq och bo'lsa, Elibeka haraq tutib ketadimi? Qo'saqni qo'yg'izib oling. Yezi boshlig'i, men bu haraqni Qani, yezi boshlig'i, o'zlari keldi. Qiziq chaqchaq bilan bir ichmaslar. Chaqchaq deganni ichib qiziqganda to'kib o'tamiz. Qani xo'ja. Xaltisi yezi boshlig'ida. Qani Tayyirov, ko'p bir ko'tarib o'ta. Sulaymon aka, men haraq ichamayman, men zo'rlamang. Bu Mavi yezi boshlig'ining oldida buyurmatlik qilma. Ala, isha. Sulaymon aka, men umrimda haraq ichib boqmagan. Burun ichmagan bo'lsang, endi ichmamsa, sen degan yigit qo. Nimanda xurofiylik qilsa, ala. Bu xurofiylik emas Sulaymon aka. Men rost haraq ichmayman. Burun ichib boqmagan bo'lsang, endi ichib boqmamsa. Sulaymon, akilama. Ukam Tayyir, bizning bu sahroy qiyomatda mushu araqdan boshqa nima bor deysiz? Bu ko'ngil uchun-da. Mana qarang. Mana bu ko'sanning oliy darajalik araqi. Buni ichsangiz foyda qiladi deymi ukam? Ichib qo'ying. Yezi boshlig'i, mushu araqni menga zo'lamagan bo'lsa, masaladan o'tib qolay. Ukam, mana qarang. Avval mushuni ichib qo'ying. Avval buni qo'lingizga elib nima gap bo'lsa ondan demamsiz. Eling? Jinim aka, meni zo'lamang deyman. Men ichamayman. Avval bu piyolni qo'lingga ol, Mavi yezi boshlig'ining qo'l tilib ketdi. Ala. Bale, ishning yo'li ma'va, ukam. Endi bir gupni ko'tarib o'ta. Gapni ichmasang bo'lmadimi? Yezi boshlig'ining hurmati uchun bo'lsa-mu, birini ichib o'ta. Men sendan qo'shib qolay. Ya Allah, xotin kishidek noz qilmay, ko'pida ko'tarib o'tmamsa. Agar musharaqni ichib olsang, sen talashqa yana berib o'tma. Nima? Tayyirning tali bormi-ka? O'rlab beringlar tali bo'lsa. Eliqi ko'n yor beshidagi yerni jiq odam talashdi. Bu ukammo ko'p gap qilib, beshimni og'ritib ketdi.
Mundaq bo'lsa, mendan buyruq. U yani Tahirga berib o'tinglar. Sulaymon aka, bu rasma? Qiziq gap qildi ekan Safkam. Yezi boshliq Osmonning har bir eg'iz gipi atgan o'q degina. Bo'ldi, berdik sana. Qani, shuni bir güppü deyishibdi. Xo'ja. Habbali, o'g'il oldigan mundaq bo'lmamdi. Ha. Bastır. Ayxan ana. Voy xudoyim, bolamga nim bo'lgandi? Voy, nim sesqichilik bu. Voy, sharmanda. O'qigan namozlarimni bulg'ab, eshak suydigini ichib kelsanda. Hey, ko'zingni ochqina. Senmi odam bo'ldingmi? O'zingizni bismillah Ayxan ana. Tahir, beshini ko'tarib o'ltir. Voy xudoyim. Tahir, Tahir. Asta. Asta. Voy, opa. Tahirga nim bo'pti? Nim bo'ladi bolam. Eshakning suydigini ichibdi. Voy isit. Xudodan tilaganlarimni ketdi. Xalq olam oldida qandoq bir bosh ko'tarib yuraman. O'zlarini besivasla opa. Tahir o'ngshalganda so'zlashayli. Dadasining ro'yini qo'rindirib qipshiga ishini qaranglar. Rahmatlik Abdullohim bo'lgan bo'lsa shundaqmi qilmasdi. Men bundaq rasvochilikni ko'rgandim. Tuqqanlarning uyiga ketay. Nima satchilik bu? Nima satchilik? Voy xudoyim. Opa. Jinim opa, undaq qilmaslar. Tahirning o'rnida men sizlarga nomaqul bo'lay. Mundaqla ketib qolsa, tuqqanlar bizni yomonlashib qopti deb o'ylab qoladi. Tahirni mushi bir qatim kechirvaslar, opa. Gulnar. Apa, Gulnar qani? Kun tushkicha uxlasang, Gulnar qarab turamdi bolam. Gulnar allaqachon etizga chiqib bo'ldi. Senmize toza o'rin bo'lib ketding bolam. Gulnar, bu buğdaylarning hammasini o'rib olibsiz-ku. Nima bo'ldi sizga? Akilingga maqlay bo'ldi. Voy, akilingga maqlay. Demilang. Gulnar, meningmi undaq qilg'im yo'q. Qatori ichib qoldim shu. Yagimga erishdim. Endi ishimsan bo'ldi-ku. Eng yaxshi so'roq ishmang. Bo'lmasa hammamizni xafa qilib qo'ydi ekansiz. Gulnar. To'g'ri qildim. Kimni o'ylash shu uchraydi ekan? Oxir zamon bo'lib qoldimi nima? Ha? Nima ishdi Sulaymon aka? Mundaq gap.
Yezilik hökumətinin başçıları kentimizge tekşürüş kelmekçiken, ularni obdan kütüp olmasak bolmaydı. Şunun için sizni bizga yardımlaşıp mehmonlarga tamak etip berse dep kelibdim. Lazimetli narsalarning hammini men tayyorlab ekib beraman, ha? Mak, ilang. Boshqalarga desangiz bo'pti Sulaymon aka, ishimiz aldirashdi. He, bundaq desangiz bo'lmas. O mehmonlarni kaskemas yak boshliqli bo'lmaydi. Hozir bizning sizlarga hojatimiz tushib qoldi. O'tganda sizlarning hojatlar bizga tushganda ko'nyar beshligi, ya'ni sizlarga berdik-ku. Ha? Ilang afgan, ha? Ilang, ha? Ha? Shundoq bo'lsin, ha? Undaq bo'lsa, bugungi sizlarning uyda, ha? Hay, Sulaymon aka. Hozir bir qism rahbariy kadrlarda aynib ketish, huquqidan foydalanib o'z nafsiga cho'q tortish, shirklashish qilmishlari intayin og'ir. Biz partiyaning xalq oldidagi inovatini saqlab qolish uchun oldi bilan pakt xizmatini ching tutishimiz, kim masala sodir qilsa, kim o'z huquqini qalaymaqan ishlatsa, shuni jazolashimiz lozim. Hozir noimiz tavasida bir qism kadrlar yalarni qalaymaqan egilib hukumatning mablag'iga o'y silish, emgak kuchi va qurilish materiallarini haqsiz ishlatish xohishi bakmi og'ir. Yani bazı kadrlar hükümetin pulunu yap içişke ve oynab sayahat qilishga sarf qilmoqda. Ba'zilar bo'lsa parxo'rlik yo'li bilan beymoqda. Biz yuqorining yo'l yo'riga asosan buningdan keyin shiriklikka va parxo'rlikqa qarshi xizmatni ching tutib, yaxshi ishlashimiz kerak. Har qaysi yezilar buni aktiv qo'llashi, o'z joyida mas'ul ko'rilgan aman fosh qilib bir taraf qilishi lozim. Qilmishi haqiqatan og'ir bo'lganlar qonun bo'yicha bir taraf qilindi. Qani yo'ldoshlar. Hujjat yetkazilib bo'ldi. Buning qarta qanday fikringlar bor? Malik hukumatning hujjatini qo'llaymiz. Bizda masala bo'lsa, tuzatsak bo'ladi. Og'ir masala bo'lsa boshqasoq bo'ladi. Yezi boshlig'i. Bayatdan sizlar bu materialni yetkazgan heliqi masala bizning bu yezida yo'q deb qarayman. Bu yerda o'ltagan kadrlarning hammasi pak diyonatli kadrlar. Yez boshlig'i Osman obdan gap qildi. Aramizda o'z nafsiga cho'q tortadigan, sheriklashib, tushkunlashgan kadrlar yo'q. Hammasi xalq uchun jon dili bilan jafoliq ishlayotdi. Unda kesib yetishib bo'lmaydi. Bizga ma'lum bo'lgan ba'zi inkoslardan qaraganda, yezimizda masala oz emas. Yo'ldoshlar bir-biriga chapon yapmasligi kerak. Hoşa bize. Mimallah, ağaç oturunlar. Hayır Cafka. Bugün kattık yaşayımız. Optan içimiz. Kene, içe. Muşu aroqni ichmayman deb yana ichdim. Sulaymon aka, nima ishga ichdim bilamsiz? Bilmem. Sizlarning hurmatinglar uchun ichdim. Ay, hech kimga bermagan yani sana berdim. Şunun hurmatisi bo'lsin ishlamsa. İçe. Xo'ja. Yezi boshlig'i. Xo'ja. Tayyor ukam. İçip qo'ya birani, ha? Ha, xo'ja. Xo'sh. Ha, vah. Güzel. Tahir, hay Tahir. Yezi başlığı. Ne kelinglar? Sizning hurmatingiz uchun Tahir buni yana bir ichmasin, ha? Iche. Ha, xo'ja. Iche. Yaxshi. Yaraysa. Nimandaq ichaversiz? Yezi boshlig'i zo'rlab turib olgandan keyin ichmay qanday qilaman? Og'zingizga zo'rlab qo'ymagandu. Haraqni o'ligidek ichib, opamni ketkizaversangiz.
Ağaç oturanglar. Qani, ağaç oturanglar. Opana, tanrısı oynaylı. Men tansı deganni zodi bilmayman, yezi boshlig'i. Bilmayman deganmi gapmi? Bilmasangiz o'rganasiz emasmi? Qarang, av xotinlarni o'ynab malaq bo'lib ketdi. Sizning ash xotinlardan qovchiligingiz bormi? Ha? Keling, o'ynaylik. Turing. Bilmasangiz men o'yitib qo'yman emasmi? Gunnar, siz haqiqatan chiroyli ekansiz. Tayirga zoyi ketibsiz. Ham yog'ida qizgansizmi? Undaq sartlashmaslar yezi boshlig'i. Hamma qiz cho'qonlar shunday qildi-ku. Mening ko'zim tushdimi? Taliyingizning kagini shu. Sizlar yezi boshlig'i turib, mushundaq gap qilsa bo'lamdi. Men hammani bilaman. Hamma ishlar chiroyliqcha bo'ladi. Men qonunni bilaman emasmi? Sizlar bak qo'rqinchli odam ekanlar. Meni qo'yibasizlar. Tayir, hey Tayir. Sizmi erkishmi? Turing o'rningizdan. Turing. Siz mening gapimga kirsangiz, menga rahat turmush kechirsiz Gunnar. Yo'ldoshingiz Tahirmi? Aşadin turli siliqlardan xoli bo'ladi. Men sizlarni qanot ostimga olaman. Men sizga ko'yib qoldim Gunnar. Men Yana yaqin keldigan bo'lsa, boshlarini chepib o'taman. Bunchalik qilib ketmang Gunnar. Bu yeza texi mening olqinimdan chiqib ketgani yo'q. Men deginimni qiladigan odam. Hamon bir kuni mening oldimga kelib tizlanmag'ingizni bir ko'ray. Tayir, hey Tayir. Turing, sizga deydigan gapim bor. Ay, nima gap o'sda, hamsiz? Bo'yimdan ajrab ketdi. Nima? Gunnar, bu rostmi? Akşam kechida shundoq bo'ldi. Meni qilgan mushi nechi saroq. Mening narimnim o'g'il bola degan olsa. Jinim Tahir, men sizdan pek ensirab ketyapman. Siz o'zgarib ketasizmi? Gunnar, bana işinim. Ben sizni mangu söyümen. Hadiçem. Hadiçem. Manemi. Siz mi odam aldashni o'rganibsiz a? O'zlaridan aylansın, yezi boshlig'i. 2 soat bo'ldi silni saqlab o'ylay dedim. Boshqa shaytonlar o'zdirib ketmagandi.
Bana siz bo'lsangizlar bo'ldi. Boshqa odamning keragi yo'q deyman. Voy, hozir shundoq deyla. Ertagun kim bildi texi? Bana ishining haqi deycha. Men sizdan bir ishni so'rab baqay. Reshitning ishtatini qachon alqib berla? Yaqindan beri shunda qo'rqib ketyapman. Agar o'shikimizning ishini bilib qolsa, o'ltirib yetishtirgan yanmaydi. Siz xotirjam bo'ling. Men aqlim bilan ish qiladigan odam. Men reshitning ishtatini cho'qim hal qilib berman. Ha? Tahir Cafka, sola şaplı ketipse, akşam qaroq ziyon qildimi nima? Qo'ying Sulaymon aka. Odam qaroqni shundoqmi ichirib o'tamsiz? Kechining yoqi beshim og'rib aralib qoldim danga. Asta ko'nib qolsa afka. Bizmo 20 yilning yog'i ichib beshnimi bo'lmadik-ku, ha? Qasam qildim. Bundan keyin aroq degan narsani ikkinchi og'zimga olmayman. Aras. Eliq konya beshlik yerga bir narsa terimi qalsa? Yo'q. Terimig'ining yaxshi bo'pti. Raskatni qilsam, biz sendan u yerni qaytirib oldigandek qilamiz. Bu nima gap? Men u yerni 3 yillik setib olgan tursam, yana kelib sizga to'xtammi bog'u? Biroq ahvolda o'zgarish bo'lib qoldi. Bu yezliq hukumatning o'rlashtirishi. Oshi 20 oyagimi yezliq hukumat aralasham ekan? Men u yerga ko'p ajr sundirgan tursam. Bu mening ishim emas, Fuka. Mendan hargiz ranjima. Biroq u yerdan umidingni uzmasang bo'lmaydi. Sog'an emgak kuchim, qazigan pulimdan hammasidan voz kechamdim. Odamni bundoq bo'zaq qilgan bormi? Va tuzga to'xtab qani hamisi. Wang Shuji viloyat partiya maktabiga o'qishga ketdi. Barat Shangjang ichkariga bir oylik tekshirish ketdi. Bu yezining xizmatini mening vakolatdan ishlayotganligimni hammanglar bilasizlar. Bu yezida mening gapim zot o'tamdi, o'tmamdi. Har bir kentdan 5 taldan yog'och, 2 dan odam chiqarishga kuchanglar. Bo'lmasizlarni qandaqmi kent boshlig'i degili bo'lsin. Yez boshlig'i. Biz ilgari noyidagi boshliqlarning uy silish ishlariga yaxshi yordamlashdik. Ularmi bizdan rozi bo'ldi. Endi kelib bu boshliqlarning tuqqanlari uchun emgak kuchi, yog'och material chiqarish bizga haqiqatan ters to'xtaydi. Bizni tar yo'lda qistimizlar. Yez boshlig'i. Bizning kantimizmi shundoq. Kantimizda kaskidak bir atal yog'ochni topqilib bo'lmaydi. Bu yog'ochning hammasi so'g' salamga ketib bo'ldi. Endi emgak kuchi masalasi kelsak, bu texim mumkin emas. Moshindaq aldirash chaqda dehqonlarga biz mush gapni deydigan bo'lsak, bizni urushdim yanmaydi. Bo'ldi. Hammanglarni bilib qo'ydim. Sizlar menga qarshi chiqmoqchimi? Sizlarga bu huquqni kim bergan? Ha? Yezi boshlig'i Osmonning fikri to'g'ri. Men qo'llayman. Bir kentdan 5-6 talda yog'och chiqaramsak, bu qanday qo'g'ini? Yezi boshlig'i Osmon bu yog'ochlarni men o'zim ishlataman da'vatqini yo'q-ku. Yez boshlig'i. Sizlarga deydigan gapim botdi. Nima gap? Sizlar buyurib bergan hiliqiyani Qumdan kenti hech sababsiz tortmoqchi bo'lyotdi. To'xtamnimi bekor qilmoqchi.
Şunu senin aldılara kelibdim. U yani qaytirilishni men aytgan. Qandaq gaping bormi? Bu nima gap yezi başlığı? Men sizlarga nima yomonlik qildim? O'zining normalik yerini terisanglar bo'ldi-ku. Yer chetilib teriydiganga nima haddim? Yani to'xtam bo'yicha sotgan tursa, men u yerni tajriba etiz qilay degan. Kentga foyda yetkazatdim. Yerlarni septish, qaytirilish bu hukumatning ishi. To'liq atkachilik qilmay yo'lingga manga. Sizlar qandoq ishingiz kel degan tila. Men sizlarga tog'dak ishini kelsam bu To'g'ri, men shundaq degan. Lekin hozir niyatimni yenib oldim. Azroq et, azroq. Ziyon qiladi juma. Nemishqa meni ahmoq qiladi. Nemishqa meni ahmoq qiladi deyman. Hey, Gülnar. Ha, opa. Opa. Nima qilib yurisiz bola? Nemishqa gapimni anglamaydigansiz? Qanday qilaman, opa? Bug'doylarni o'rib bo'lamidik. Vaqtida o'rib olmasak bo'lmaydi. Jenim balam, o'zingiz aymasangiz bo'lmaydi. 10 tug'utdan bir tushik yomon deganni anglamaganmi? Bir necha kun obdan dam elib, ondan chiqing. Bo'lmasa keyin tug'utingizga ta'sir qiladi, balam. Xotirjam bo'lsa, opa. Avaylab ish qilaman. Ha. Bu günlerinizi. Oycan! Oy, yavşık etti. Karakterli. Kimdi o? Voy, bu Tahirkan go. Tahir. Hey, Tahir. Tahir. Bu zahmenga o'xshaydi. Götürіңler. Bulan. Gülnar, qanday ahvolingiz? Gülnar, qarab qo'yaymi demaysiz-ku. Men sizga nima yomonlik qildim? Nima qilganingizni bilmayapamsiz? Yerning masalasi kelsak, bu mening ishim emas. Yuqorining o'rinlashtirishi. Shunga shundaq bo'lgan. Hozir yezi boshlig'i Osman o'chirishni yerdan boshlavatdi. U xiyolida mushunda qilsam meni yalvirib oldiga bordi deb o'ylavatdi. Yani bamiz chekisiga tansin. Jenim singlim, men sizni nihoyat obdan tushunaman. Biroq bu gapni Tahirga hargiz depsanmang. Bo'lmasa uyinglar buziladi. Mendimi amal yo'q-da. Agar qildiganni qilmasam, yezi boshlig'i Osman meni ishtek talaydi. Bir necha kun bo'ldi. O'zimning go'shini o'zim yegidek bo'lib, yaram bo'lib ketyapman. Sizmi-chu? Yezi boshlig'i Osmanning gapi kirgan bo'lsangiz, bu ish yo'q. Nima deyapsiz? Sizda vijdon degan narsa bormi yo'q, Sulaymon aka? Mushundaq gaplarni og'zingizga og'icha yulib olsangiz bo'lmamdi? Siz ishplas. Xat to'xtab tur qanjuq. Men seni rasvo qilib, mushiyada turibsiz qilib etmaydigan bo'lsam, Sulaymon bomba ketay. Opa, kellama. Balam, putuğunun ağrığı qandığıraq. Xil yaxshi. Kesla, opa. Nega yurib kelding, opa? Tov qildim, Xudoyim. Xudoyimning oldida nima gunoh qilgan bo'g'iydim. Kagilik bo'lsa, bizga kagil turdi.
to'y qilmasning oldida bir obdan balıtdan. Qachon to'y qilding, buzulding. Canım balam Tayir, sen mening yürek param emasmi? Nemişki bundaq apangni xafa qiladigan sen? Apa, putum sunup ketdimikin, bek og'rib ketyotidi. Balam, ko'nglingga kasmo dey. Gulnarning oyig'i faqatli yarashmadi. Gulnar kelgandan beri qo'zili qo'yimiz bo'g'ilib o'lib qoldi. Qo'sig'idagi 2 oylik bola tushib ketdi. Sen eshakning suydigiga ugunib olding. Canım balam, sen qandaq Tayirding? O'ylab baqa. Apa, Gulnarda gunohi yo'q. Uni ayblasang bo'lmaydi. Sen uningda kelini hech nadan topamaysan. Yana birdan o'ltiringchi xiyez boshlig'i. Bugun ozroq ishim bordi. Men yana kelim emasmi, ha? Endi kesimiz qachonlik kelisiz? Ay. Men yana 3-4 kundan keyin kelim, ha? Topinmaysizmi, ha? Ay vallah. Bu Reşit! Osman! Oh, iflas. Reşitkan, men Nomassiz. Men seni öldüreydim. Reşitkan, meni şeytan azırıptı. Men bunda kıldıgan adam emasdim. Fukam, bu... Senin hadisini meni elektr istansiyasiga aydaydiganligingning sababini endi bildim. Osman, sen tuzum diye tuzluğumu siyipsen. Senin näringmi yezi başlıqıga o'xshasin, ha? Reşitkan, men ezip deme. Men senin iştat meseleni ätili hal qilib beray. Ät degende ishxonaga borgan, ha? Meni qo'yib atgan Fukam, xo'sh olay. Men 10 yildan oshdi. İştatimni hal qilib bermading. Men seni o'ldirib etaman. Reşit! Baksana. Seni gören gözüm yok. Öldün yok al. Şu balının yüzünü kılıncını düş. Ben eziptimem. Ey, sen neymiş ki balların yüzünü kılmaysan, ha? İyi de, beni neymiş ki aldaysan? Aldın ettimem. Beni geçirilmiş. Ballarının yüzünü kılmaydıkan bolsan, seni öldürüp ettim. O namussuz, gözümden hazırını yok al. Qanday ahvolingiz Gulnar? Yaxshi. Necha kun bo'ldi? Ko'rinmaysiz-ku. Sizni izday deb turatdim. Tag'am og'rib qopti-ku. Shu yerga kirib keldim. Ha. Hey, Tayir ko'rinmaydi-ku. Uyda yotadi. Nima bo'pti? Üç dört kun bo'ldi. Atira teliqi bizga bergan yana tatib olibdikan. Şunun açığıda Tayir haraqni o'ligidek ichib, qaytib kelishida velosiped bilan yodin tushib ketibdi. Ha? Ahvol og'ir emas-ku? Dastlabda mastlikning alomatimi og'irg'andan kepini qilmagan. 2 kun bo'ldi. Belim putum og'rib ketyotdi deydi. Badanning ichi tarpi zaxmiyib qoldimikin deb ansirab ketyapman. Yani ilvamamdı. Şunu oğum şunç kapılış ketemdi.
Bo'lmasa un zavod qursin. Yezimizda un zavod yo'q-ku. Tayirga burunmi shundoq deb maslahat berganman. Tursun, siz Tayirning yaqin og'inisi. Onunga nasihat qilib qo'ysangiz. Tayir haraqqa berilib ketyotidi. O hozir burunqi Tayir emas. Xuddi men kelin bo'lib kiribla Tayirni buzayotgandek apamni meningdan xafa bo'lib shiryotidi. Aygül! Aygül! Nemish bo'ldi Sulaymonka? Rasma? Ras olmayçı, işenmisanız berip qarab tapamsiz. Hey, Aygül, üyek bağandı bağı o, menin ismimni herkes çıkartsa mancı mı? Vures valla. Günler, turmuşda igiz-pes işler bo'lib turdi. Bu ishlarni sizdan ko'z bo'lmaydi-da. Men Tayirga nasihat qilib qo'yay. Vures valla. Aygül, siz Ko'p kunduzda apaq-chapaq bo'lishdan noz qilsanglarchi? Aygül, nima deb jiylayapsiz? Tex men joylabdimanmi? Tursun, asli siz Tayirning og'inisi emas, Gullarning og'inisi kelsiz-da. Aygül, odamga qarchaplamsangiz-chi? Qasam qilaman, Tursun bilan hech qanday munosabatim yo'q. Tex munosabati yo'qmish. Xalqning oilasini buzg'icha eslib o'lvasangiz-chi? Ko'p kunduz buzuqchilik qilishib. Aygül, zuvaningni jiq bo'lmasa miyangni qitig'ini chiqarib o'tma. Xat to'xtab tur Gullar. Bu rasvochilikni butun mahallaga yetkazadigan bo'lsam. Aygül! Ağzını yum deymen, bu iflas! Bugünden rasa o'xshidi. Hammalarni yiqib o'g'il bo'larmi? Yiqib o'g'il bo'lar, sizning tezgich mening tayyorligim. Esirmanglar, hammasi yiqib o'g'il olur. Hey, anladinglarmi? Bizning yezdi bag'i kishining aqli hayron qolgandek bir xabar taqilibdi. Qanday xabar? Voy, ma Tursun bilan Gullar bag'i tutilib qopti. Voy, nada? Voy, texi, Aygül o'z qo'li bilan qo'noqlikda tutyapti. Tavba qildim, tavba. Gullarning bundaqmi hunari borligini o'ylamabdim emasmi? Gullarning attiga qarisiga xalqning eriga qaraydigandek emas. O'ylim qayadan chiqibdi-da u. Tavba. Gullarning qochidagi oshni yeb turib, qozon qaraydigan hunari borligini o'ylamabdim emasmi? Gulnar bilan Tayir to'y qilgandan beri noyti inoq ijil bitadi. O'xshmaslik bo'lib qoldimi ya? Ishonmamsizlar? Voy, texi Aygülning o'z og'zidan angladim. Ay Haça? Qandak ahvollari? Tinchlikmi? Tayir yaxshi bo'lib qoldimi? Ha? Ay, nadikini deysiz. Kundan kunga og'riqi adab ketyotdi. Tayir xil obdan odam bo'lgandi. Qachon to'y qildi, shuningdan keyin u o'zgardi. To'g'ri dedingiz, Sulayman. Balam oltinga bagiksiz bo'ldi. Gulnar kelin bo'lib oilamizga kelgandan bo'yan bizni nasvas qilib turdi. Men mo'mu shu gapni deydab turgandim. Kelinlarga obdaroq ko'z quloq o'slib o'qidak. Uning oqidan ba'zi so'z cho'chaklarni anglab qoldim. Nima so'z cho'chaklarkan u, ha? Ish qilib, kelinlari ancha durust ayol emasdek qiladi. Voy sho'rimay, shuningga bizning oilani nasbas qilib turibdi ekanda. Chiroyli to'g'apa yo'q deb men bir yaxshi kelinga erishdim deb xo'shalab yursam, men rasvochilikni qaramamdigan. Ay Haça, bundan xafa bo'lib ketmisizlar. Bo'lmasa men xijilib qoladi ekanman. Qani, bir mezgil sinab baqmamla.
Voy balam. Ay. Neymiş bu balam? Nim boldun? Ture. Gülnarning nima qilgan ekan? Mening holimni bilib turib qo'ylarni qo'yib etibdi. Ture balam, ture. Mush kunda Gulnar mo haddidan oshqili turdi. Sen Gulnarni obdanroq boshqarib qo'ygin balam. Xotiningning ko'ziga qaraverib bo'lgan ahvoling mushu. Nayiga kirib, doktorga obdanroq ko'rinib baqqan, kesling yomoniga aylanib qolmasin balam. Gulnar sana kuyinmagan bilan men sana chidamayman o'g'lim. Appa, sen Gülnarni ayblayvermagina. U elimi etizning uyning ishini qilyotdi-ku. Men ama gapimni anglab qo'y, jenim balam. Gulnarga obdanroq ko'z quloq bo'l, da'vatiman. Nima deyapsan? Assalomu alaykum izboshlig'i. Qanday ahvollari? Obdan qilyotamlar. Keling Sulayman. Ko'zlardagi ko'k texchi yo'qolay demapti. Ha, shusmi? Qerishgandek bu ko'kmi yonmayotdi-da. Ha, o'tiring. Ha, ma'qul. Amin. Allohu akbar. Izboshlig'i, eliqi rish degan dushakni soqchiq tutib berib yaxshi qilajimi? Hammani qilgan ash rish degan xotin taloq. Men endi uni xizmat masalasini hargiz hal qilmayman. U meni nima qila oladi ekan qani? To'g'ri, shunday qilish kerak. Ata Muavin Sidiq hokimning o'g'lining to'yi. Sidiq hokim bo'lsa bizning oq terigimiz. Hay, men boramaydigan bo'ldim-da. Sizlar ati u to'yga bormisizlar? Muavin Sidiq hokimning cho'qim ko'ngli keladi. Mening ahvolim mushundaq tursa, qanday para olayman? Ma'u pulni Sidiq hokimga siz yetkazib bering. Agar u meni so'rab qolsa, og'rib qoldi desangizlar bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ldi, sonimizimiz bo'ladi. Shu 3000 so'm pul. Ma'qul. Eliqi Gulnar degan chokonni ko'rib turyotamsiz. Ajabmi bir tarsa chokan-ku u. Mushu ahvolda turib, yana qiz chokanlarning gapini qilyapamlar. U bir ko'zlarga mo ko'kchib qolmasa yana. Ha? Men teg'i yana tatib olsam, u cho'qim oldimga tizilib keldi deb o'ylagandim. Biroq u kamidi. Endi uningdan davomli o'ch elish kerak. Izboshlig'i sizlar undaq deydiganlar. Haq mening orqamdan tillayotdi. Hatto orqamdan bo'layotgan gap so'zlarmi oz emas. Yuzimdan yuzimga izboshlig'i Osmonning g'altisi deyishyotdi. Deyxon haq degan nimani demaydi deysiz? Maydoningizda egiz ko'tarib ishlayvermamsiz. Haddidan oshqonlarga mana men o'zim tetayman. Rahmat, izboshlig'i, rahmat. Hey, adash, bu yerda nima ish qilyapsan? Bir yer uchun mushunchalik urib ketishning nima hojati? Boshqa ish qilsang bo'lmadimi? Aka araqni. Nim bo'g'ini shunchalik araq ichsa? Sen mening ishimga aralashma. Nima qilishimni o'zim bilaman. Sana nim bo'ldi? Nimandaq men to'ng tegisa? Tursun, sening ayoling bilan zodi nima munosabating bor? Nima?
Tahir, men Sen iflasını gören gözüm yok. Yok al. Gülnar bilan mening hech qanday munosabatim yo'q. Xudo oldida qasam qilmasam qilib beray. Oygul degan qora yuz ikkimizga qor chopladi. Aydılgı karı çapılsın. Meheldikilerçi. Meheldikilerin gözü korma. Hey iflas. Tahir, meni qo'yib et. O numussuz. Tahir, Bana. Apa, aşısla. Hayır, eşinizle işçi verin. Hayır, işçine. Tahir. Eşiğe çivin düştü. Onu işkil olmaydı. Apırıp tüküvet. Qiladiganni qilib bo'lib, ko'zining yeshini oqqizayotganini qara. Men sana necha qatim dedim, er kishi degan xotiniga tumurini tutqizib qo'ymaslik kerak deb, bo'lmasa bo'yniga minib oladi. Ko'nolarning chiroyliqda vafo yo'q degani rost gapkan. Bu eskida chiroy bo'g'ini bilan vijdon yo'qkan. Bo'ldi qila, apa. Gulnar bilan Tursunning munosabati bor yo'qligini men cho'qim aniqlayman. Uni ayblayversang, bizning turmushimiz buzilmamdi. Hey, bir yumlabli xotining tarafga o'tib olding-a? Anangni mi o'ylab qo'yjimi? Meni nima qildaysan, apa? Elimiz sening gapingga kirib Tursun bilan azarlashib qoldim. Gullarni haydab o'taymi ya? Men keslimning dardini tortimanmi yo sizlarning xafalig'inglarni tortimanmi? Gulnar rost rasvochilik qilgan bo'lsa, men qarab turmayman-ku. Hoy, o'ltirib ketibsiz-ku. Xiyolingizga yana kimlar kelyapti? Qig'iliqni qilib bo'lib, yana meningdan so'ramsan? Sening kasobatingdan Tahir bilan azarlashib qoldim. Gullarmi tuhmat kuchirdi. Bilamsan, Tahir mana shunday ehtiyojli vaqtda senizi Endi ularning bo'siq-siq dasaydigan bo'lsangiz, sizdan obdan bir hisoblashman. Gulnar o'zining chiroyiga bak ishnib ketib, ko'ranlab ketgan-da. Eri haraqkash bir zambil to'qilib yotdi. Og'zingni yum. Seni kundashligin qachonmi tuga? Xudo oldida qor yuzib ketsan. Mening Gulnar bilan hech qanday ishim yo'q. Agar aytib berib Gulnardan apul so'ramaydigan bo'lsang, meni unda ko'gilgingni ko'rsan. Nimandaq yig'laversiz?
Gülnar. Bu yig'lavaygamda bir ish olmaydi deyman. O'z vaqtida siz meni yaxshi ko'rib to'y qilgan edingiz. Endilikda siz xalqning fitna fasotlariga ishonib ketyapsiz. Opam menga ishonmay yomon ko'z bilan qarayotdi. O'ylab beqing Toyir, men ashundaq rasvochilikni qilamanmi? Tez qurgan oilamizni buzamanmi? Opamga ishonmasin, siz menga ishonmamsiz, Toyir. Jinim Toyir, menga ishoning. Reşit ukam, turmadan sağ salamat obdan yenip chiqdingizmi? Keling, o'tiring. Sizning xizmat ishingizni qaytadan asli keltirishni o'ylashgan. Bugun berib o'ydikilaringiz bilan obdan bir ko'rishib keling, ha? Nomus qilmay qilayotgan gapingni qara. Undaq paskini xotin bilan-chu, o'zing o'tib o'tdi. Odam emas hayvon. Sen meni az bo'lsa qildingmi? Osman, aldırmaydı. Men senin üstünden çokum arz kılıman. Bu dünyada bağı, kanunun bağlılığını unutup kalma. Hakkaniyet degen, aman hakkaniyet. Bildin mi? Üstünde çokum arz kılıman hayvan. Fıkamı, doktoruna... Bu... Мәлдігі қыланы ağzını itibağılı bulmaydı günler. Söz çöçakısı qılıvermemdi. Özünüzü ah boğandın keyin beşinizi içinizge tıkıp jürevermemsiz. Undaq deganimiz bilan Toyir menga ishonmayotdi. Opamni o'shmanlik bilan qarayotdi. Ular bo'yimdan ajrab ketishi bilan qo'ziliq qo'yning bo'g'ilib o'lib qolganligini, yana o'sak gaplarni bahona qilib menga oromchilik bermayotdi. Yuragimda alamga to'shib ketdi Soniya. Nima qilishimni zodi bilamadim. Egisi yo'q deb meni mushundaq bo'za qisib bo'lamdi. Toyir sizni shundaq yaxshi ko'ratdi-ku. Toyir bo'lsin sizni tushunishi, xalqlarning so'z cho'chaklariga ishonmasligi kerakdi. Haq degan ba'zida sarong bo'ladi-jumi, xalqning gapiga kirib bir chiroyli ayolga azor berginni. Toyirga shuncha yig'lab tushundirsammi, lamjim demay turibdi. Qaraganda opam uning peshini pek aylantirib ketayotgan o'xshaydi. Hozir har ikkilisining muomalasi menga yaxshi emas. Toyirni Urumchiga olib davoldiman deysiz. Mushunda qilib yursa, u yerga berib sizni ranjidami? Bilmayman Soniya. Balkim o'ngishilib qolar. Doktorxonada davolanadigan pulni tayyor qildinglarmi? Uydagi kala qo'ylarni sotdik, yana bir muncha odamlardan qarz oldik. Bu pullar yetamdi, yetmamdi, hozircha bilmayman. Gulnar! Gulnar, o'tganda to'smi to'sqil sizlarning oiladan odam chiqmadi. Qoida bo'yicha 100 yen jarimani to'laysizlar. Toyirning kasal ekanligini bilasiz. Urumchiga davolat qilib boradiganga tayyorlik qilyapmiz. Uyda boshqa odam bo'lmasa, kim boradi? 60 yoshli opam boramdi. Buning bilan mening chatig'im yo'q. Bu degan tuzum. Pulni cho'qim to'laysizlar. Hajat haddidan eshib ketdi bu g'alcha. Uyingizning ahvolini bilib turib. Tursunning ayoliga mushi ish plas berib chiqimchilik qildi ekan. Opamga mushi yetkazibdi. Hammani keyin bildim. Yeyib turgan bilan ichida zar qaynaydigan, niyati intayin yomon, ishplas bir nima ekan bu. Mening ustimda nima ish so'z cho'chak taqtidig'ini hozirgacha bilamayapman. Bu Voy, Rashid, tutilish o'rnidan qaytib chiqdingizmi? Keling, o'tiring. Qiziq bir piyola choy damlab chiqay. Qani, o'tiring. Hey, to'xtag'ina. Men seni aytayotgan-ku. Nima deb keldingmi uyga? Voy, yuzi qilin. Odammisan? Nomus qilmay yana keldingmi? Yo'qlayamam. Mendan o'tgan bo'lsa, meni kechiring, Rashid. Ikki bolning yuzini qilib bo'lsimi, yaxshilashib qolaylik. Endi o ishlarni
Ağzınızga almagan bolsanız çinindiriş. Hatırcan bol. Ben sen bilen öy tutmayman, bildin mi? Ben sana dedim o yok ol degenki yok olmam sen. Yoklayamam. Ötünüp qalay. Ballarımızı özümüz bakaylı. Bunun dinkin onda kışlarına yüz vermesligi verdi berey. Canım Reşit. Ballarını yetim kılmaylı. Ötünüp qalay. Boptu. Ballarımның yüzüne kıp olsun mu bu ölsen kalsın. Bırak. Ben gitemem. Reşit. Beni taşlap gitme. Reşit. Kim? Ben ishikni iching. Kim? Avval ishikni iching deyman. Yezi başlığımız siz. Ha, Nemişiniz battı? avval ishikni ochmamsiz. Kon otlar qo'zg'alib sizni izlab keldim. Meni qarshi olmamsiz, ha? Çıkın! Siz be yüzsüz adamkensiz. Beni bir muncha bala aqtiq qo'yib, bu kecha deganini deb keldingiz. Men sizni deb ailemni vayron qildim. Chiqing! Siz meni yaxshi ko'rmamsiz. Siz de meni rad qilyaptamsiz. Chiqib keting! Siz yana meni aldamoqchimi? Meni yana mushunda ishboslik majburlaydigan bo'lsangiz, ustingizdan arz qilaman. Yo'qoling, chiqing! Bu rasva qonjoq. Seni ikkinchi izlab keldigan bo'lsam. Tahir! 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 Ha. Nim deb kelding? Sizlarning etizlikdagi qo'noqlikqa bir skalasini qo'yib o'tgan o'xshaydi. Bir munchani nabod qilib yetibdi. Shuni deb qo'yay deb kelgan edim. Taza yaxshi vaqtda kelsa. Sen Tahirning shunday yaqin og'inisi turib, ashundaq rasvo ishni qildingmi? Hey, seningda vijdon degan narsa bormi? Undaq so'zlarga ishonmaslar Ayxon ona. U degan to'kmat. Ko'nalarning qo'sg'ongning og'irg'umasa tavuz ishni qo'qma degan gapi bor. Bir-birimiz bilan azardishib nima qilamiz? Shamol chiqmasa daraxtlanishmaydi. Bir ish bo'lmasa bu gaplar chiqamdi. U degan to'kmat Ayxon ona. Xudo oldida yomon bo'ladi. Hey, to'liq ko'zimga sat ko'rinmay, yo'qla bu yerdan. Ayxon ona. Assalomu alaykum izi boshlig'i. Qanaqa avvaldir obdan turib o'tamlar. Yaxshi. 2 kun bo'ldi. Hech ko'rishamadik o'zlari bilan. Yeningizga 2 qitim odam evatsam kelaymi demaysiz, ha? Yo'q, unday emas izi boshlig'i. 2 kundan beri bak aldirashib qoldim. Sizlarning eli tog'dagi o'riq qo'ylarni sotadigan ish qanday bo'lib ketdi? Tog'dagi qo'ylar o'ruqlab o'lib qolib turibdi. Shunga setib tayil da'vatimiz. Nəhayət yaxşı. Sizga gapning ochiqini qilay Sulayman. Mening navri inim qo'y bodab sotmoqchi ekan-toq. Aşı mallarni mening navri inimga bergan bo'lsanglar. Bo'ladi izi boshlig'i. Sizlarga bermagan qo'yni kimga beramiz deylar? Anglasam bu qo'ylar bak o'riq ekan. Har birisiga 100 qo'yni hisoblaganda jami qancha qo'ydi? 120 tuyoq. O'g'illik pulni akib berib, mallarni olib ketaylik, ha? Bu izi boshlig'i bu. Nima bo'ldi? Shunchalik ishqimi tishingiz patmasa, sizni qandoq bir atraf boshlig'i degili bo'lsin, ha? Xotin kishida g'idingchimay gapni putun qilmamsiz deyman. Meningcha bo'lsa-ku bekag'ili berib etaman. Biroq ular mening orqamdan arz qilishdi. Azroq pul ketib baslar. Voy. Mush gaplar og'zingizdan qandoq chiqdi, ha? Sizga bu huquqni kim bergan? Meni to'g'ri tushansizlar, izboshlig'i. Men sizga umrboyat sodiq izboshlig'i. Quruq gap. Siz men topshirgan ishning qaysini qilib baqdingiz, ha? Qachon meni rozi qilib baqdingiz?
Men birdan bir shu gullarni sizga to'g'rilab beramadim, yuzbashlig'i. Undan boshqa qaysi ishlarni qilamadim? Sulaymon, men bu yerga atoydan shu qo'ylarni olaman deb kelgandim. Mening shunchilikmi yuzim yo'qmi? Bo'ldi. Olmoqdimi? Yuzbashlig'i, xapomislar. Bo'ldi, men siz deganga beray. Bo'ldi. Nertinglar? Yuzbashlig'i, xapomislar. Men sizni bundoq gap qilar deb o'ylamoqdimman. Ma'qul desizlar, yuzbashlig'i. Xapomislar, chiroyli qiz-cho'kalarni chaqirib, toza, fayzi bir o'ltirishni o'rinlashtirib beray. O'zirmi ayol kishini seqinib qolganlar yaxshi. Ha? Shuslar. Shuslar. Tursun, keling çay içimiz. Tursun, xafa olmang. Sizni bekorni ayblabdiman. Qarab turib Gulnarg'im tuhmat chaplabdiman. Gulnar aslida men o'ylagandek qiz emaskan. Hamma xafalig'ini tergan oshu Sulaymon degan g'olchikan emasmi? Siz tushungan bo'lsangiz bo'ldi-ku. Aygul, Gulnardan apu so'radingizmi? Men Gulnarga yuz kelmayman. Aslida men Sulaymon degan yilgarning domiga tushib ketibdiman emasmi? Tursun, men atil berib Gulnardan apu so'ray, ma'qulmi? Qani choy iching. Oy, Aygül balam öy kirmeyli menipsiz-gu. Ayxon ana, men Gulnardan apu so'ray deb kelib edim. Nimaga? Ayxon ana, men Sulaymonning gapiga kirib, Gulnarning diliga azor beribdiman. Shunga bu qilgan ishimga meni kechirvasizlar ana. Gulnarg'imi apu so'rab kelganini deb qo'ygan bo'lsalar. Xo'sh, men mangay. Yuzbashlig'i, unchalar xafa ketmaslar. Yuzbashliq Barat degan u g'alcha sizlarni hech nima qilmaydi. Sizlarning degan noyda oq tiraklar bor tursa. Oq tergan bo'lgan bilan ish haqning og'ziga chiqib qopti emasmi? Hamma ishni buzdingiz. Menga nima amal yuzbashlig'i? Dehqon haq jim turg'ini bilan mungizi ishdik emasmi? U qo'ylarni boshqa birisiga sotdiq desingizlar bo'lmadimi? Nima deb mening chavim chiqdi deysiz? Yuzbashlig'i, mening gapimni bir anglab boqmamsiz. Menda hech qanday gunoh yo'q. Dehqonlar yuqoriga arz qildi emasmi? Abdunum rayondan kelgan xizmat atirti bilan ma'nolik inson tekshirishkilar meningdan bek surish chiqib ketyapti. Men ularga qandoqmi yolg'on so'zlayman? Xotirjam bo'lsa yuzbashlig'i, dehqonlarning bundoq arz qilishi necha qitim bo'lgan-ku? Na, tepe. Shunchalik ishni muqamlashtiramagan. Yuzbashlig'i, bu ishmi o'tib ketdi. Uchimizni ravrs oladigan paytmi yetib ketdi. Bu ishga unchalar achchalab yurmang. Jusslar, yuzbashlig'i, biz Jusslar, bir ish qiziqdan kavob yeymiz. Bo'ldi. Mening ishim bor. Jusslar, kavob yemay bo'lamdi. Jusslar. Kasli. Kavob jusslar. Bir 30 ziq basla. Mana hozir. Qani, oltasla. Qani, oltasla. Maysiz yerdan basla. Bizning ma'o yuzbashlig'imizga may ziyon qiladi. Bo'ladi. Tahir. Arun to'xtat. O'rimchiga davolanig'ilmagan odam nima uchun menga xabar qilib qo'ymaysan? Men Sana hozir toza pul lozim bo'lyotidi. Az bo'lsa-mu, menga 500 yenningni hisob qo'y. Yo'q, bu Uydagi ishlaringdan xotirjam bo'lgan. Jira, men seni uzitib qo'yay. Tursun.
Men xalqning fitna fasadlariga ishinib, sening ko'nglingga azor berib qo'yibdiman. Meni kechirgin. Meni tushungan bo'lsanglar bo'ldi, adash. Biz yana yaxshi do'stlardan. Tursun, rahmat sana. Gulnar, siz meni kechirib eting. Buningga kechirish ketamdi. Bu mening chin ko'nglimdan chiqqan so'z. Men sizning ko'nglingizga azor berib qo'ydim. Meni kechirib eting. Chu. Hozir u yerga haqni ko'z tushib yetibdi. Fursatni chin tutchimi adash. Haqni qo'lga tushib ketsin. Men bir oy ketganimga bu yezida haqiqatan jiq ishlar bo'lib ketibdi. Siz faqat to'g'ri qilmabsiz. Huquqni shunda qalaymqon ishlatishning qanday oqibat keltirib chiqildiganligini o'ylamadingizmi? Vang shuji o'rganishga menishdan burun nima degan? Uni unutib qoldingizmi? Yezi boshlig'i, siz xalqlarning undaq yolg'on yabiroq gaplarga ishonmisizlar. Bu yezida mening do'stimdan dushmanim ko'p. Men sizga kuyunib shundoq deyapman. O'zimizda masala bo'lsa cho'qim topshirishimiz kerak. Kishilarning inkosi noyiq yetib borsa qanday qilasiz? Buni o'ylamadingizmi? Arz qilmamdi. Bu yalangtoshlarning arz qilishidan men qo'rqib qolamdimi? Siz bundaq desangiz bo'lmaydi. Hozir partiyamiz poklik qurilishini ta'kidlayotdi. O'zimizni masala bo'lsa topshirishga tegishli bo'lganini topshirish kerak. Nima? Sizlar menga tahdid silyaptimlar? Qon ter to'kib bu yezini mo'shinchilik qilib qo'ygan men jumislar. Tunigan kelib nima cho'ng gap bu? Hukumat meni bu yeziga yezi boshlig'i deb taklif qildi. To'g'ri bo'lmagan ishlarni to'sash mening majburiyatim. Sizlarning nima ish qilayotganlari menga 5 qo'ldak ayon. Men nima ish qildim? Bu yezining xalqi uchun ishildim. Ishlabdimish. Sizlarning mening o'ramni ko'lab yurganlarini men bilmandimmi? Osman, to'la bildirman. Qarisu yezi xalqining ko'zi ko'r, quliqi pang emas. Yana 2000 yuan pul topshiringlar, ikkinchi qatimliq operatsiyaga o'rinlashtiramiz. Voy, biz 4000 yuan zakalat puli topshirdik-ku. U pulni birinchi qatimliq operatsiyaga, tekshirishga va davolashga ishlatib bo'ldik. Tezdan operatsiya qilmasak, putini saqlab qolish tez. Tezroq bir amal qilasizlar. Davolash puli nimanda qimmat? Gulnar, qaraganda biz bu operatsiyani qilmaydigan o'xshaymiz. Biz mangayli. Narsani yig'ishtiring, ha? Unda qilmang, Tayir. Pulimiz qandoq qilamiz? Yig'ishtiring. Unda qilmang, unda qilsangiz bo'lmaydi. Haras, Tayir, oltin jabtiqlarimni sotayli. Azroq bo'lsin pul bo'ladi. U degan men sizga epagan to'yliq tursa, u qancha pulga yaraydi? Operatsiya pulini 2000 yuan davotsa, yana kelib boshqa xarajatlar bilan 5-6 ming yuanga boradi shu. Pulni nerdan topamiz? Chiqib tilamchilik qilamdiq. Tayir, öydimi doktorga ko'rinishga unumay jahillik qilib bir putingizdan ayrilib tasib qoldingiz. Endi davoltib saqaytayli desak, kessingiz qanday bo'ladi? Pulni men bir amal qilay. Nerdan amal qilasiz? Ish qilib men bir amal qilaman, xotirjam bo'ling. Yeting. Qaynoq suv kirib etay. Ayxacha? Ha.
Qandaq ahvollari? Xudoga Tez shukr. turdimi? Obdan turyapman balam. Birər ölümgə mağan oxşamamla. Shundaq. Shirin bir tuqqunimiz tugab ketibdi-kan, shu yerga mangan edim. O'zingiz obdan turyapsiz balam. Uy ichi teshli. Tayirdan xabar bormi? Onundan xabar yo'q, jimiblik ketdi. Shu balamni to'la o'ylab uyda qo'ygan tutqunimni bilmaydigan bo'lib qoldim. Bek ansirab ketyapman. Hey. Gulnar Tayirni bozaq qilib, shu yerga tashlab qo'yib, bazar aylanib yurgitdi. Tayirga uval qilib. Men go mangdigan vaqtida shundoq obdan nasihat qilib qo'ygan edim, undaqmi qilib ketmas. Hey. Sizlar toza o'tib ketgan bir sodiq xotin-da. Ma'qul, men ketdim. Hürmetlik yezi başlığı. Yaxşı turvatamla. Sizlar mening bu xetimni topshirib olgan chaqlarda hayron bo'lishlari, hatto menga nafrat o'qishlarimi mumkin. Chunki men 2 oyning oldida sizlarni haqoratlagan Qumdin kentidagi Gulnar bo'laman. Yezi başlığı. Qismat degan shundoq rahimsiz bo'ladi ekan. Men Urumchiga kelgan bo'yan yo'qsizlik va ocharchilikning dardini yetkichi tatdim. Pulning odam uchun suv va havodan mubakkirak muhim ekanligini tushunib yetdim. Tahirni davoltishga pul yetkazolmay, necha qitim hayotdan umidimni uzdim. Biroq yana unda qilg'im kelmadi. 2 oyning oldida sizlar qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, men hal qilib beraman degandilar. Shunga men sizlardan yordam so'rab bu xatni yozdim. Tuqqanlardan yordam so'ray desam, ularning ahvoli yaxshi emas. Kentga xat yozsam hech qanday javob kelmadi. Men yezilik hukumatning bizni qutqizib olishini so'rayman. Gulnar. Qandaqroq? Qara, yaxshi qoldingizmi? Operatsiyani mushoyining 17 kuni, ya'ni kelatim 4 kuni qilamiz. Ideyangizda tayyorlik qilib qo'yasiz. Xotirjam bo'ling. Ma'qul afsa. Rahmat. Obda araminaga. Rahmat sizlarga, doktor. Aykagan pulimiz tugab qolgan-ku. Operatsiyaga qaysi pulni topshirdingiz? Ha, sizga demabdiman. O'tir maktabda birga o'qigan bir savodishimdan ozroq pul qarz olgandim. Shu pulni topshirdim. Qaysi savodishingiz u? Bo'ldi, so'rava menga xotirjam kesilingizni davolasak bo'ldi-ku. Bugun sizga nima bo'ldi? Mendan bir ishni yoshirayotgandek qilasiz-ku. Hech ishni sizdan yoshirmadim. Assalomu alaykum ana. Tinchlikmi bola? Men uylarga izlab borsam, sil yo'qkanlar. Bu yoqqa silin izlab mangan edim. Men uydagi paxlarni setib pul qilib kelay deb bozorga kirib ketgan edim. O paxlarni setib keldim. Balla kepqas pul kerak bo'ladi ekan. Tayirdan xabar bormi? Balam, ularmi yaqin orada qaytib keladi ekan. O'zingning ahvoli qandaqroq balam? Men izlab berib bir huzurxona qo'yay degan edim. O'tganda bekodim bekasini ranjitib bir muncha tillab ketibdiman. Aygul kelib menga hammani dedi balam. Sen meningdan ranjimagin. Qeyrganda odam shundoq bo'lib qoladi ekan. Tayir ishkinglar qatinas og'iniladin. Buningdan keyinmi shundoq qatinas bo'lib o'tinglar balam. Pat-pat kep turgan juma balam. Bo'ldi, bu ishlarni tilg'anmayli. Hammadan muhimi salomatlik. Ish kuchlar bo'lsa, menga xabar qilib qo'ysizlar. Ma'qul, men mangay. Ma'qul. Ya'ni kep turasan-a? Xo'sh.
Ey Süleyman. Men bo'lganda buningga. Izi boshlig'i. Assalomu alaykum izi boshlig'i. O'tdan turdingizmi? Sizni qaysi shamol uchirib keldi? Izi boshlig'i. Men nayt ko'p o'ylanib, oxiri masalani pash qilish niyatiga keldim. Yaxshi-ku. Mening o'tganda qilgan gaplarim ta'sir qilgan o'xshamamdi. Shundaq. Men Qumdon kent uchun bo'lsa-mu, ba'zi ahvollarni pash qilib, rahbarlikning qo'llashiga erishish niyatiga keldim. Rost gapni qilsam, Osmon izi boshlig'i necha yildan buyon Qumdon kentini shulib quruq so'ngakka aylantirib qo'ydi. Huquqidan foydalanib Qumdonliklarni sarang topdi. Mana bu so'mkida Osmon izi boshlig'ining kentimizdan ep ketgan va arzon ilib olgan narsalarning tizimligi yana uni necha qitim nadi mehmon qilganligimizning dalil isboti to'liq mushning ishida bor. Mana buni ko'rib bekin. Mushular shu. Men bu materiallarni ko'rib chiqqandan keyin intizom tekshirish guruhiga topshirib beraman. So'raydigan, dalillashtiradigan ishlar bo'lsa sizni keyin chaqirtimiz. Men bu bir necha yildan beri xudimni uqmay, Osmon izi boshlig'ining chag'an deb usul o'ynab ketibdiman. Men sizdan bir o'tinib qolay. Menga atadorchilik qilib bir qitim fursat bergan bo'lsangiz, men bundan keyin cho'qim sizga sodiq bo'lib, jabbo mushaqqatga chidab ishlayman. Sizga hargiz yuz kelmaydigan ishni qilmayman. Cho'qim gapimda turaman. Yaxshiligingizni hargiz unutmayman, izi boshlig'i. Rost gapni qilsam siz to'g'riliqmi inkas bak ko'p. Hammani bir-birlab tekshiramiz. Izi boshlig'i, men hech nima qilmagan tursam. Qumdonliklarning sizga fikri oz emas. Haqnoqqa chidilgan ba'zi ishlarda siz kent kadriga bo'lishga tegishli majburiyatni ado qilmadingiz. Yaqinlaringizga yon besib, yo'voshlarni bozak etdingiz. Kent mol-mulkini buzib ketishga yo'l qo'ydingiz. Bu ishlarning hammasi bizga inkas qilindi. Teqi anglasam Toyir degan yigitga 20 moyani setib berib, uni yaga bir munch ishlatkizib, keyin boshqalarga ep beribsiz. Mushundaq o'z beshimchilik qilib, qarshi fikrda bo'lganlardan 3 ilishqa qandaqmi betindingiz? Bu ishlarning hammasi Osmon izi boshlig'ining majburlashi, buyrug'i bilan bo'lgan. Meni to'g'ri tushuning izi boshlig'i. Menga uvol bo'lmasin. Majburlasa qarshi tursangiz, inkas qilsangiz bo'lmamdi. Meningcha bu ishlarning hammasi Osmon bilan munosabatli bo'lishi natoyin. Siz endi barliq masalalarni uning ustiga ortib qo'ymoqchimi? Siz hozircha qaytib xizmatlarni yaxshi ishlab turing. Izi boshlig'i, men bo'ldi, xo'sh. Assalomu alaykum izi boshlig'i. Yaxshimisiz? Bu yoqqa qolibsizmi? Sizlar hech bir biz tarafga ya o'tmanglar. Shunga meni sizni ko'gim kelib alayda yo'qlab kelishim. Qumdonliklarning meni arz qilib qilmagan askiliklari qolmagan bo'lsa, u yerga nima deb bog'dekmi? Qumdonliklarning aqli gajikisiga chiqib qoldimi nima? Toza bir saroqakina u. Ular arz qilgan bilan bizlar bog'i izi boshlig'i. Biz sizni yana beshimiz qilib ko'tiramiz emasmi? Undaq ishlarga ochiq qolmay, bugun bizning uyga bir basla toza bir o'yintib qo'yay. Anglasam rost. Kunlar degan cho'kamo yaqinda kelamish. Unaga sizlar pul uvatpaligu deyman. Sizlar yomon chaqda esqatgandan keyin, endi sizning gaplariga u g'ing qilmay ma'qul deydi. Bo'lmasa, bir kuni men uni to'g'rilab beray bo'laman. Bo'ldi, bu gapni qo'yayli. U pulni yo men uvatpamisam, yezliq hukumatdan ozroq yordam qildik shu. Og'izlarda undaq degan bilan ko'ngillardan chiqmaydi. Unaga kuyib qolgan do'stlar. Bo'ldi, bu chaqchiqingizni qo'ying. Ta'kidlab qo'ydigan bir ish hozir intizom tekshirishdan bek kuchab ketadi. Agar sizdan yezilik hukumat yoki intizom tekshirishdan ahvol egallab qolsa, siz hargizmi chandirib qo'ymang. Bu shamolmi o'tib ketadi. Keyin men sizni obdan rozi qilib olaman. Voy xotirjam bo'lsa, izi boshlig'i, ular sizning bir tal mo'ylarg'im cheqilanmaydi. Bu izda siz yana maydlarni ko'tarib, qarg'aydek tik turib ishlaylar. Biz sizni qo'llaymiz, izi boshlig'i, qo'llaymiz. Ma'qul, keyin ko'rishaylik. Ma'qul emsa. Xo'sh, Xudoyimga omonat. Xo'sh emsa? Ma'qul, xo'sh. Assalomu alaykum ayxacha. O'tdan turdimi? Xudoga shukr, yomon emas. Sizlar bu yerda
yalnız o'ltirib qaplığı. Tayirlar bugun kelimiz deb ekan, shular qarab o'ltamaymanmi? Tayirlar qaytib kelmoqchi ekan, yaxshi bo'lib qaptimi? Xeyli yaxshi bo'lib qapti. Ular qaytib keldi. Ha. Ayxacha, anglasam, Gulnar Osmon izi boshlig'ida pul so'rabdi ekan, shu yaxshi bo'lib qapti ekanda. Nima deydigan siz so'layman. Hey, ular kelgandan keyin kelinlarga o'ptaroq ko'z quloq bo'lib qo'yala. Ma'qul, mening yangi izida azroq ishim bor edi. Berkilay. Opa! Balam! Opa! Voy canım balam. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Salomat turdingmi, opa? Bek ko'gim kelib ketdi seni. Canım balam, men sana qarayammidim. Seni boqammidim balam. Yaxshi bo'lib qolsan, ko'nglim xil aram deb qoldi. Opa, Seni yolg'iz tashlab qo'yib, yaxshi qarayammidik, opa. Joppa tatib qolmagansan balam. Yo'q, opa. Gullar obdan qaridi. O'zing yolg'izlik tatib qolmagansan, opa. Hamma ishni sana tashlab qo'ydik. Yo'q balam, undaq demagin. Sen yaxshi bo'lib qolsangli bo'ldi. Xudoga ming shukr balam. Helim mushunchalik bo'lib kelibsan. Voy, bakensiz Gulnar. tinchlikmi? Urumchidan kepti deb аңлыгына xeyli oldu. Bu yerda uchirtib kelishimni o'ylamoqda ekanman. Bo'ladi. Agar shundaqli bo'ladi ekan, bu ishlarning hammasini o'zingiz bir taraf qiling. Buningda men qarab turmayman. Yana keyin bu ishlar, Qarang ularga. Aras, men ivetgan pul tegdimi? Topshirib oldim, rahmat sizlarga. Lekin xatni shundoq ta'sirli yozibgansiz juma. Sizlar bizga ko'p yordam qildilar. Qilgan yaxshiliklarni hargiz unutmaymiz. Bo'ldi. Siz aldiraytibsiz. Hozir menga bering. Lekin men sizni bir kun izlayman juma. Xo'shamsa. Tayyor! Tayyor! Qanday qaraqadash? Yaxshi, o'zingchi adash. Yaxshi. Nahiyadan ushaq cho'knatdan og'ash keldi o'tatding. Tizimlab qo'ydingmi? Tizimlab qo'ydim. Mana tizimlik. Mana bu 500 yam pul. 2 kunda bir qatam mol kelsa, qirg'anda suvdan yaxshi o'xshamanda, Yomon emas. Hey, do'konga aroq solmagansan? Yo'q, adash, endi aroq solmayman. Putimning sababi mo aroqdan bo'ldi. Aroqni yana solamanmi? Ma'qul. Endi men ketaveray. Bo'ladi, adash. Ma'qul. Xo'sh. Hey, Davud! 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 Ne bo'ldi? Sen izlaydigan ish va? Akan turibdi, hozir chiqma. Ma'qul. Hey Davud, endi bu yerni terimsang bo'ladi. Bu yerni tayirga yana o'tkazib beradigan bo'ldik. Bu qandaq gap? Yerni o'zinglar sotgan tursanglar, endi bir muncha ishlab bo'lganda qaytaraman desanglar qandaq degan gap bu? Bu mening ishim emas. Qara,
Bu yuqorining o'rnaштirishi. O'zing bilasan, bu yerga Toyirbek ajr qilgan. Uning ustiga u hozir meyib. Agar tashkil bu ishni uqib qoladigan bo'lsa, bizni chatoq qiladi. Shuning uchun bu yerni uning qaytarib beradigan bo'ldik. Sulaymon, sizlar meni qatoq ko'rib o'tamsizlar? Bu izliq hukumatning ishi. Men ijro qilishni bilaman. Sen ijro qilishni bilamsan? Yarın o'zing setib, o'zing qaytarib olamsan. Bundaq namarlikni nima o'rganding? Ayta, Davud gelimni qo'yib, gelimni siyma qo'yib. Anangni, gelimni qo'yib, Davud, gelimni qo'yib. To'xta, meni urush petindingmi? Men siz soqchig'idan qo'lingda kagini qil, g'alcha. Erim dehqonlarni azboz etqanmiding sen? Sen undaq odam tillamajmi? Men seni qo'rqib qolmayman. Eli baka, eli. Sen bir qanchalik demakda? Bu kentni men so'rayman deb o'ylab o'tamsan? Hukumatning ko'zi bor jumbo. Amini bir kuni ko'tingga tetik yeysan. To'xtat bu abka. Men sening adabingni qandoq berdi ekanman? Bir ko'rib qo'y. Qo'lingda kagini qil. Toyir! Toyir! Ama arak gitme! Toyir! Toyir, hey Toyir, birisi sizni chaqirib o'tadi. Toyir? Hey, Eshigingni ocha. Menga arak keltiribdi. Arak bo'lmasa xotiningni olib chiqibdi. Men bu boshqalardek xotiningni o'ynab boqay. Ey! Eshigingni ochmamsa? Acha! Toyir, eshigingni ocha! Eshigingni ochdingmi, adash? Hamidin? Ama yoqqanni qo'y-ota. O'tama yoqqa. Bu yerda nima dedi ha? Xotinimni tishlab tortsan-ku. Xotinimni kim o'ynabdi? Ey, taqini. Yoqqini qo'y-ot, yoqqini qo'y-ot. Sen bilan hisoblashmay qo'ymayman. Bu hayvon. Ey, yana bir digaqini. Hayvonda otamsan. U xotin taloq. Kirib, xotiningni so'rab baqin. Kim bilan o'ynag'ini shu o'zda birdi. Nima dedimi? Bas. nima deb jo'ylayapsiz, Samat? Men zada nima ish qildim? Deb Baravering. Sen menga aroq setib bermiding? Ha, to'xtabdi. Do'koningga o't qo'yatmaydigan bo'lsam, u xotin taloq. Toyir. Qanjoq. Sen mening ko'zimni bo'yapsan. Rostini ayta. Sen kimlar bilan buzuqchilik qilding? Aytamsa, aytmamsa. Ayta, hey buzuq. Nima deb yuzimni to'ksan? Rostini ayta. Rostini aytmasang seni o'ldirayman. Qirg'iliqni qilib bo'lib yana nima yig'laysan? Ko'zimni yundusini eqitib qutulaman deb o'ylab o'tamsan. Uxlab tushim. Sendek buzuqni men mangu kechirmayman. Senatga yana boshqalar bilanmi munosabating vakil emasmi? O vijdonsiz. Samat menga tuhmat qilyapti. Men hech qanday buzuqchilik qilmadim. Ishonmasangiz bularning hammasiga Xudo guvoh bo'lsin. Yolg'on, deganlarining hammasi yolg'on. O ishbos. Seni ko'ra ko'zim yo'q. Ko'zimni yo'qol. Jinim Toyir, menga o'val qilma. Menga ishingiz og'irsin. Men sizdan o'tinib qolay. Men Xudo oldida sizga qasam qilsam beray. Men o'zimga pok. Siz meni yaxshi ko'radingiz, Toyir. Tura o'rnidan. Men hamma gapni angladim. Sizning bunday askiligingizni faqatla o'qimabdi ekanman. La'nat sizning bu chiroyingizga. Apa, meni tushuntirishimni anglab boqsa bo'lmamdi. Yana nima hili mehrlarni ishiltatyapsiz? Men necha vaqtdan beri Toyirni og'riq deb gap qilmadim. Mana bugun hamma rasvochiliklar oshkor bo'ldi. Qani, deb beqina. Yezi boshliq Osmon bilan nima munosabatingiz bor? Nimalarni deydi Allah appa? Men to'la tilingizni chaynamay ochiq gapni qiling. Mening u odam bilan hech qanday munosabatim yo'q, appa. Davatgan gapini qaramamdigan. Hey,
Örümcide yezi başlığı Osman'a neymiş ki pul evet dep xat yazdınız. 2 gün ilgiri qonaqlıqda Osman bilan nima deb paranlaşdınız? 3 ay burun Muşqorada nima deb Osman uchun o'ltirish uyushtirib berdingiz? Canım apa, neredeki gapni qilyaptilar? Neredeki gapni qilyaptilar? 2 kun bo'ldi. Bütün mahalledeki xalqning og'zida Osman bilan Gulnarning munosabati bor deb hamma yerga pur ketdi. Men nomusdan o'lay dedim-ku. Gulnar degan buzuq. Meni yaxshi ko'rib turib, nima uchun menga tuzkorlik qilasan? Mahaldagilarning oldida nima ishqa mening yuzimni to'ksan? Sening naringni odamdagi olsun. O hayvon. Mening yezi boshlig'i Osmanga xat yozishim, yezilik hukumatning qutqizish pulini elish uchundir. Mening uning bilan hech qanday munosabatim yo'q. Yolg'on. Hammasi yolg'on. Meni unda qarlamang. Kim pushaymon qilib qolasiz? Sizdan o'tinib qolay tayyor. Mahaldagilarning gapini yolg'on deydi. Samatning gapi yolg'onmi? Hey, kent başlığı Sulayman'ın mı gibi yalgan mı? Ya onun kolu kıpan, közü karık mı ye? Canım apa, Sulayman'ın niyeti intayın yaman. Mening üstümden ilgirimi süzecekni şu taqatqa. Hazır Sulayman yana şunda qılıvatıdı. Sizlar manga işininglar canım apa. Ağzını yum, resva qancuk. Sizni endi tushundim. Siz mushundaq eskiliklarni qilib yurgashga bizning uyni palakat besibdiki. Men tehi Xudoyim menga shundaq yaxshi kelin berdi deb el mahalning oldida yo'g'on so'zlab yuribdimi? Mana endi-chi, xalqning oldida bunimizdan qandaqmi beshimni ko'tarib yuraman? Bu resva. Ko'zimda yo'qol. Qandaq yığılıqlar var Aldırmaytırma. Hey, bir yoqqa keling. Hey, onladanlarmi? Günlarningchi yezi boshliq bilan alohida munosabati bor ekan. Rost shundoq munosabati bormi-ki? Voy, rost bo'lmaychi. Bo'lmasa pul beradimi? Gulnar undaq eskamaschimi? Xeyli hayalliq cho'kan. Satning holi chiroyliqning dadi degandek tuhmat bo'lib qolmasa yana. Hut xanim, Gulnar hajab yonisib ketligu. To'la gapni cho'nqinmay, erlarga haziy osla. Bo'lmasinin erlardan tatvanmisa yana. Hey, Saniya, bu yoqqa keling, paranglashimiz. Oldirab nega mandingiz? Gulnar yo'qab ketibdi-ki, uni izlab mangdim. Voy, hajabni olmabdimmi? Qachon yo'qab ketibdi? Tang saharda uydan chiqib ketibdi-kan. Mushu g'ayvatxo odamlarning og'zini chaplavatsam deyman. Bir obdan odamga to'kmat chaplab, keyindan shikoyat qilib, ayolni bir muncha jidalga silibdi. Gulnar negami ketgandi endi? Bechoraning bu yurtda urug' tuqqanlari yo'q. Xudoyim yomon ko'zlardan saqlasin. Hey, namozga chidamay bir ay qechib ketdimi ya? Shundoq qism qiladi-jimi u? O'z vaqtida shahar ko'rib qolgan. Oldin qitin tursin bilan chiqishib qolgandi. Endi Osmon yezi boshliq bilan chiqishib qolgandikina. Hey, og'zinglarga qo'yib so'zlanglar-jimi? Bizning qizlarimiz bor. Tazim bir g'ayvat qo'ygansizlar u. Balam, Gulnar rostila qechib ketdimi nima? Bir chiqib ketgan peti texish qaytib kelmadi u. Nega yo'qolmamdi? Uningda xotinim yo'q. Atrat rahbarlari bu ishdan xabar topdi. Agar u Beshqayga yaylay ketib, bir ish uchrab qolsa, o'zi ega. Undaq dema, u yanada sening xotining. Texi u sening nikohingda tursa, agar rostila qechib ketgan bo'lsa, yuzing teximi to'kiladi balam. Tayir! Nima ish bo'ldi degina? Gulnar. Voy zodi nima ish bo'ldi? Gap qilsang-chi. Gulnar u. Hey, tilingni chaynamay chaqarroq desang-chi. Gulnar. Qazo qilibdi. Nima? Yorug' dunyodagi azob o'qida. Quruq so'z, quruq tuhmat. Mening yosh jinimni qiynab
Ahiri hayotimni halak qildi. Men hech kimga o'zimning samimiy qalbimni tushuntiramadim. Hech kimni o'zimning pokligiga tushuntiramadim. Dunyoda inson uchun buningdanmi ortiq xo'rliq, dard alam bormidi. Lekin mening hamma ishlarimga Alloh guvoh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا آتنا حسنة وقنا عذاب النار الله تعالى قرآن الكريم حق حرمة بلند الله أكبر. Gülnar, beni koybitin, Gülnar, beni tutma, Gülnar, gelini koybitin, Gülnar, 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 beni koybitin, Gülnar, Gülnar, Gülnar. Ya. Bak. Çıkar. Yez başlığı, mavun yez başlığı, nem günah qıptı. Hey, nima gunoh qilibdi? Pora olgan pul va narsa keraklari 120 ming yuandan eshib ketibdi. Uning ustiga ishsizliklasgan, huquqini qalaymaqqa ishlatgan Nolik intizom tekshirish komiteti bilan reviziya idorasi hammani aniqlab chiqdi. Ba'zi ahvollarni anglab, bizmo hayron qoldik. Qo'yma obdan ish bo'pti. Una ahli meni ishga qo'yimnimi yeb ketgan. Ayxon ana, qaranglar. Sulaymon. Bu nemishdi? Shundaymi? Amin. Allahu Ekber. Gülnar, u dünyada olsunmu? Meni kechirishingizne ümit qilaman. Ameliyatda sizning yezi boshlig'i Osmon bilan hech qanday munosabatingiz yo'q edi. Men yezi boshlig'i Osmonga yaxshiroq bo'laman debla, yana o'zimning kent boshlig'ligimni saqlab qolish uchun ustingizdan o'sak so'zlarni taqib, sizga ziyonkashlik qildim. Sizga haqiqatan uvol bo'ldi. Sizning o'limingizga men sababchi. Ben bugün sizden afu sorg'ili keldim. Eğer siz beni kechirmasangiz, ben ömür boyu vicdan azabını tortaman. Meni kechirishingizni umid qilaman. Gulnar, meni kechiring. Nasıl oğlum bala? Hemimizden razı oğlum. Gülnar kızım, bizden razı oğlum.
bir çiçek çudum soqqan vakitsiz kısmet kılganmış onda ümitsiz bexitsiz köpken bu hayatın külksidin azabı benim miskin yüreğim tapamadı teselli köpken bu hayatın külksidin azabı benim miskin yüreğim tapamadı teselli ders ketdi qalbimga oqdi ko'zishim üzülgeçtir reştim hali ketmişim köpken bu hayatın külksinin azabı benim miskin yüreğim tapamadı teselli köpken bu hayatın külksinin azabı benim miskin yüreğim tapamadı teselli benim miskin yüreğim tapamadı teselli